gerekli. Ayardan aldın bunu. Ay samandan aldın. Eskiden aldım. Ayardan. Tamam. 1991-yilgi va hozirgi to'ylar vaqt mashinasi. Tak, aloqadamizda kelin kirib keladi, sekin kelin orqasiga tutunni beramiz. Mayın to'ri yo'qlaring. Hamma narsa sizlarga bo'yicha davom etadi. Stol kelishlar. Maktabda stol. Chiroyli bo'lsa, chiroqlarni yo'qotlaring. To'y deb bo'lsa. Hey, buni qo'shnilar, mahalla. Chiroyli to'y bo'lsa, hamma olqishlab olib kelib Ben yiyorum ya. Yaşa gitme arkadaşlar. Çabuk canım. Hey. Yazın var ha. Biraz. Ha joyda bor. Sıra çekin. Saqlab qo'yapti. Kelin bilan kuyovlarimiz kelyapti ekan, to'ylar muborak sadosiz to'lamiz marhamat.
sevgi fazosida kutilgan kecha. 2017-yil 27-aprel Farovon atalmish tantanlar saroyida biz bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan barchaga o'zbekona lutf bilan assalomu alaykum deb qolamiz. Ey, qarang, munosib demak yotsin qarang. Ha? Joydami hammasi? Raz, ey, ozgina rever qo'shib yuborsin, ey. Ay, aytgan narsasini qo'shib olari, jamla qilib qo'yma videoda. Qo'y. Raz. Ana endi yaxshi. Ey, qaranglar. Kuyovni o'rtoqlari kelib nima desa ham aytganini chop beringlar. O'tgan galga o'xshab kaltayib ketmaylik yana. Qani, qaysimizni bersin, ha? Men boshladim so'zimni tanishtiray o'zimni. Tog'a xola hammaga salom deymiz hammaga. Mana bugun Nafsaxon bilan Soqichonni to'ylarga yig'ilgan ekanmiz. 2 yoshga baxt tilayman. Sog' bo'lishsin. Ha, uchib yo'qda ekan, uchib. Aka, 3 qo'limda. Nafsaxon, Soqichon, baxt so'zdan to'yni olib baxtli bo'lingiz. Baxt so'zdan a'lo olib aql bo'lingiz. Baxt so'zdan to'yni olib hammayli baxtli bo'lingiz. Baxt so'zdan to'yni olib Toshkentda qolingizni niyat qilamiz. Va shu taronlarda kechamizni davom ettiramiz. Shohruxxon janoblariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kechamiz yulduzli mehmonlarga boy. Navbatdagi mehmonimiz Doston Ubaydullayev. Nostalgie. Yetti yoshda bitta to'yxonani o'ynatgan bola 30 yoshda butun dunyoni o'ynatadi. Men gapga javob beraman. Shamolni tebratar. Shamol bulutni tebratar. Bulut yomg'irni tebratar. Yomg'ir maysani tebratar. Maysa biyani tebratar. Biya qimizni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Yigit suluvni tebratar. Suluv ishni tebratar, beshik bolani tebratar, bola dunyoni tebratar deyishadi. Dunyoni tebratadigan bolalar sizlarga aytib qolamiz. Ana endi kelganmiz hamda ko'zlarimizdan bir ajoyib tilagish bor. Bir vaqt shafaq gapir. Assalomu alaykum. Men bugun Nafi deganim bilan Samochani ular bilan tabriklayman. Ikkovga she'r. Siz quyosh bo'lsangiz oydin oy bo'lurman. Kunduzlari sekingina poylab olurman. So'rag'ingizga hech to'ymayman bilman. Qalbim to'ridan sizga nazar solurman. Rahmat aytman. Senga ham rahmat Shabot zo'rg'a turganing uchun. Ayem kuyovchilarimizdan bir ajoyib tabriklayishdi. Rahmat. Men mashq qizi so'zlarga qo'shilaman. She'riga ham qo'shilaman, kerak bo'lsa o'ziga ham. Men ham she'r aytaman. Rahmat. Kunlar isib ketyapti, to'ylar qizib ketyapti, 3-4 soat qoldi deb kuyov xursand bo'lyapti.
sheringizga menda ham bir ajoyib she'r keldi. Kunlar isib ketyapti, odam qizib ketyapti, 3-4 soat qoldi deb kelib qo'rqib ketyapti. Bemalol oldilaringga qo'yilgan sochli dalila suvlardan olib ichib o'tiringlar. Bu zamonda unaqa sochli dalila bo'lmagan. Shuncha pulni yeb qo'yganingdan keyin 17-asrda ham bo'ladi sochli dalila. Demak, hozir kelgan kechura raqs taklif qilib qo'ying. Kechamizda kutilmagan burilish va kutilmagan mehmon. Kutib oling, Abdulla Qurbonov. Onajonim, siz menim onim. Onajonim, siz xushsamonim. O'liysan, darddoshim, yetim bardoshim. Onajonim. Vaqt mashinasi ta'sir qilmaydigan odamlar ham bor ay. Endi bu kechga so'ralgan ashulalar bor, shularni ijro etib beramiz endi. Yot uyda yar bo'ldi. Voy alam jadalar. Yung bola yeb qo'ydi. Voy alam jon rahmat, sog' bo'linglar. Endi to'yimiz qizigan paytda gulni o'rtaga tashladik, gul mazmuni boshladik. Sharafat! Ey Sharafat, tur o'rningda, sen butun mahallani parod qilyapsan. Sharafat, sen bugun avjiga chiqding, avjiga. Kechamizdan kutilgan tabrik kuyov bolamizni bobolari qutlab qoladilar. Marhamat tazilotda nevarangizni qutlashingiz mumkin. Endi ozgina yoshlar tarbiyasi haqida gapiradigan bo'lsam, hozirgi yoshlar juda chipir-chipir bo'lib ketdi. Bizning paytimizda unaqa chipir-chipirlar bo'lmasdi. Hozir likki qilasan, tepada janjallashasan. Men qo'limdan tortsa zo'r o'ynardim. 8 ta odam zo'r o'ynatardi meni. Mana o'rtoqlar ham o'zi hidi kelib qolibdi. Mana gapirsam, Gapirasan. Qani? mana bugun G'ayratdan akasiga xursandmi? Ana yoqqa. Sanam so'kib, xursandmi? Tabriklayman, men roziman. Baxtli bugun. Mixim bor-ku, men miximni qilaman, o'zimni qilaman. Mirzal, xursandman senga, Mirzal. Savaş aralashma, Mirzal. Okey, o'tdingmi? Hep yolda chiyani bor ekan. Tabrik aytaman. Oting nima edi? Munisa. Bo'ldi, biz boshqa maqsadda chaqiruvdik.